Kim Qul Huvallohu surasini oxirigacha 10 marta o'qisa, Alloh taolo unga jannatda qasr bino qiladi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu aytadilar, unday bo'lsa uni ko'p o'qiymiz. U zot alayhissalom Alloh taolo savobni ko'proq va yaxshiroq beruvchidir dedilar, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda. Endi bir narsa borki, odamlar savol beradilar-da, keyingi paytda shu gap ko'p tarqalyapti. Gunohlarni qilib falon ishni qilib qo'ysa yuvilib ketar ekan. Bor umrani qilib kelsa yuvilib ketar ekan bunda. Azizlar, bu narsalar hammasi taqvoda Allohdan qo'rqib turgan odamlar uchun. Allohdan qo'rqib, fazilatidan umid qilasiz va siz duo qilib Allohdan sura Ixlosni ixlos bilan o'qiyotgan odam, ixlos bilan duo qilayotgan odamda rosakam ixlos bo'lsin-da. Alloh yagona deb turibsiz. Alloh hech kimga hojat tushmaydigan zot, balki u hojat barordir deb so'rayapsiz, savat deb turibsiz. Shunday ekan, siz hamma narsani bilib turgan Allohdan uyalishlikni o'rganish kerak. Hayo qilish kerak. Alloh deb turib gunoh qilaversak, Alloh deb turib boshqa nojoiz ishlarni qilsak, g'iybat qilsak, ig'vo qilsak, bir-birimizni haqqimizdan qo'rqmasak, qanaqa bo'ladi endi? Qani ixlos berdi? Qani ixlos? Alloh azza va jalla bizni har bir nafasimizgacha bilib turibdi azizlar. Agarki biz mana shu taqvoga o'tsak, agar Alloh meni yurishimni, turishimni, qalbimdan o'tayotgan narsani ham hamma narsani bilib turadi degan e'tiqodda hamma musulmon bo'lsa edi, biror bir xonadonni darvozasiga qulib tushmas edi. Hozir hammamiz da'vo qilyapmiz-ku, lekin afsuski amal yo'q bo'lib qoldi. Ko'rinishimizni chiroyli qilyapmiz, gap so'zimizni juda chiroyli qilib aytyapmiz. Har bir gapimizga ajib bir lafzlarni qo'shamiz. Mashaalloh, subhanalloh, inshaalloh, qanday go'zal so'zlar. Ammo lekin amalda bu yo'q. Amal boshqa, muomala boshqa, odob boshqa. Ana bu narsa juda butun ummat uchun og'ir bir musibat bo'ldi aslan. Bu gaplarni gapirib ko'zlariga yosh olgan ulamolar bor. Yig'laganlar bor. Ramazon Bo'tiy rahmatullohi alayhi mana shunday xutbada turib, hamma yo'q ibodatga to'lib ketdi-ya, masjidlar ibodatga to'lib ketdi, ro'zalar tutilyapti, ibodat bilan to'ldi olam, lekin ubudiyat qani deb yig'lagan ekanlar. Ya'ni haqiqiy bandalik qani? Haqiqiy bandalik qani? Shuning uchun biz bugun bir oz bo'lsa-da sizlar bilan Allohni eslagan bo'ldik. Azizlarim, Sura Ixlosni ko'proq o'qiylikda ixloslik bo'lishlikka harakat qilaylik.